Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, Muhammad Ismoatqulov kanali obunachilari. Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni topshirish jarayonidamiz. Mana oshxonalarimiz bitdi. Chiroyli holatda bo'lib turibdi. Rasxodi razmerlarigacha qo'ldan kelgancha aytib o'taman. Faqat tez gapiraman, qisqa video bo'lyapti bu. 650 ga 350 razmerda bo'lgan, bo'ylari 290 bo'lgan. Pollarimiz Matviy kafellardan 60 ga 60 kafellardan foydalanilgan. To'pli pol tizimi bilan isitiladi, xudo xolasa chiroyli holatda bo'lib turibdi. Bu yoqlarimizga mana jalyuzi pardalardan o'rnatilgan akfa derazalar, televizorlar. Alhamdulillah. Xudo xolasa mana bu yog'imizga hammomga kirsa bo'ladi. Hammomimizda mana shunday avtomat kir mashinamiz, bu tomondan chiqish eshigimiz ham mavjud. Rakvina 60 santimetrlik unitaz. Bu tomonimizda dushovoy zonamiz parda bilan to'sib qo'ysa bo'ladi. Rakvinaning tepasida mana shunday oyna, bu esa men abagireflari bor, xudo xolasa par ushlamaydi.